Assalomu alaykum qadrdonlarimiz, YouTube ahli. Mana bitta mashinamiz 2013-yil. Mashina radnoy, yana ko'rsatib olasizlar o'zlaringizga. Ichki salonlarni ko'rsatamiz. Faqat tonirovkasini ruxsati tugagan. Qolgan narsalar yaxshi. Chexol, hammasi qilingan. Metan, konditsionergacha ishlaydi, video registrator, Magicar pult, original magnitofon, kolonkalar hamma narsa qilingan, faqat minish kerak. Mashinamiz juda yaxshi holatda, sostenasi diska-piskalar qo'yilgan. Balonlar ham yaxshi holatda. Hech qanday motorda, hadovoda ish yo'q. Kimgadir qiziqarli bo'lsa 15 million bilan Vikipedia'ga ham chiqaraveramiz. Tan narxi 45 million. Kimgadir qiziqarli bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Mashinalar ko'p, vibrlar ko'p. To'g'ri kelsa olib ketasizlar, ko'rib, tekshirib, ma'qul kelsa olib ketasizlar. Aloqadamiz, podpisatsiya bo'lib qo'yishlar, ularni qo'yishlar unutmaysizlar. Yangilarni tayyorlab turamiz. Kimgadir qiziqarli bo'lsa ochib ko'rasizlar.